Diqqat, diqqat. Mato. Akalar, bu megafon. Bu nima desalar, ovoz kuchaytirgich. Olaveradi. Kulib olsa. Yo'q, xullas akalar, futbolga ketyapsizlar, yo bog'laring bor-a? Bolachalarga zo'r o'yinchoq, ham keyin bu tadbirkorlarga ham zo'r narsa. Siz brigadir bo'lsangiz, tepa-telaga aytolasiz. Abet bo'ldi deb. Xullas akalar, bunimiz narxi nech bo'ladi? Narx yozilmabdi. Narxi akalar 400 ming so'm. Ajita tushib beraman, mayli 380 qilib beramiz. Xullas, o zaryadchi bor, tayfidan zaryad oladi. Bitta to'kini qo'shib beramiz akalar. Ular chipdan tushadi akalar, qolasalar ashula eshitinglar akalar. Qolasalar ovozlarni yozib olib akalar. Mashinada ne qo'yib qo'yinglar. To'yga aytgani ham zo'r. Ertaga Mirodil akaniga 8 ga xatmiga, oshga deb aytib yuraverasizlar akalar. 380 ming so'mga baraka qilib yuboramiz. Dastavka O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul akalar. Telegramdan buyurtma beraverasizlar.